Spaniyada dushovga qildirilgan paytda ko'p holatlarda shunday bo'ladi. Bunda kichkina tepasini ham kichikroq qilishadi. Bu esa ko'proq chang yig'ilishiga ham sababchi bo'ladi. Shkaflar ham shunday. Qolgan joyiga esa uyiniga shkaf joylashtiriladi. Bu esa ko'rib turganlaringizdek ajralib turibdi va xona qanaqadir bistachiroqdek ko'rinib turibdi. Atak biz qilgan yechimda esa bunday shkafimiz hammasi bir qator ketgan, xuddi bilinmaydi. Bu ham shkafdek bo'lib turibdi. Bu yoqqa shkaf, keyin mana bu yoqqa ham shkafchasi bor, ochiladi. 5 eshikli shkaf primen. Tepasini ham shkafcha qilganimizda chang yig'ilmasligi uchun ham narsalar qo'yib qo'yiladi. Bu tarafdan ham ochiladi. Atak siz bo'lsa buni yanada surmali qilsangiz ham bo'ladi. Ko'penni variant deydi. O'shanday qilib ham variant qilsangiz bo'ladi. Videoni spanisiga dushovayda qanday yashirishni bilmaydigan tanishlaringizga jo'natib qo'yinglar. Manfaatli bo'ladi.